Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler, Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının Uyghur Avaz söhbət proqramısıga hammanglar xush kepsizlar. Mən riyasetçi İftixar Abdurshid. Bugünkü söhbətimizdeki əziz mehmanlar olsa, Dünya Uyghur Qurultayının sabiq muavin reisi və strategiya mutaxassisi, Ankara Hacettepe Üniversitesi'ninki o'qituvchisi Doktor Erkin Ekrem Efendi ve Dünya Uyghur Qurultayının Xitay tili bayonotchisi Elshad Hasan Kökber Efendi ve Dünya Uyghur Qurultayı Xitay İşleri Komitetining müdiri Savut Mehmet Efendiler hammanglar bugünkü söhbət proqramımızga hoş kepsizlar. Hoş bulduk, rahmet. Hoş bulduk, rahmet. Rahmet. Aziz görürmenler, bugünkü söhbət proqramımızın temisi bolsa, yakında hammanglarning xabari bo'layotgandek Xitoydagi jiddiy o'zgarishlar haqida. Bu haqda nurg'unlagan o'sak so'zlar tarqalgan bo'ldi. Hatto ishonchlikda ko'rilgan, ammo amaliyot saxt bo'lgan xabarlar tarqalgan bo'ldi. Mayli qanday bo'lmasin, bizningki Uyg'ur xalqimizning eng qiziqadigan nuqtasi bo'lgan Xitoydagi bu o'zgarishlar haqida sizlarni texmo to'liq va ishonchli ma'lumotlarga erishtirish uchun bugungi suhbat programmamizni uyushtirib turibmiz. Xo'sh, hurmatli doktor Erkin Ekrem efendim, savolimni sizdan boshlasam, Xitoyda yaqindan beri o'zgarayotgan bu o'zgarishlar haqida bir tafsiliy ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Bu harbiy bilan munosabatlik mesele bo'lgan bo'lsa, yaqinqi zamonda misoliga Xitoyninki harbiy komitetininki, ya'ni markaziy harbiy komitetininki 7 a'zosi bor. 7 a'zosininki ichida 5i yo'q bo'ldi. Hozir Xi Jinping bilan birlikda bir kishi qoldi. Yani şu 2 yılınki, 2,5 yılının içinde harbiyni başkurduğun bu bir güç bir yerde pajinip gitti yoki yo'qolib ketdi degan gap. Yani bu Xitoyninki harbiy tuzumininki bir o'zgarish bu. Hamda sirtdan qaraydigan bo'lsak, bunda mingini tashkil qilgan bu harbiy kuchlar bunda qilaqı yo'qolib kelsa Xitoyninki harbiy boshqurishda qandaq bo'ldi deydigan gumonlikni mi yaratdi endi. Bu yaratgan gumonlik yolg'izlar Xitoyning ichida emas, hamda chet eldami o'ylaydi. Bundan keyin Xitoy Tayvanni qandaqmi oladi? Bundan keyin Xitoy ma'u o'zininki harbiylarni qanday boshqara oladi? Deydigan bir gumonliklarni mi yaratadi? Ama agarda Xitoyninki tuzumiga qaraydigan bo'lsak, yani parti devlet bo'lg'achqa, parti hammanimni boshqurg'achqa, partining reisi, harbiyning reisi, devletning reisi bir odam bo'lg'achqa, yanala boshqurib ketalaydigan bir ahvolni ko'ra olamiz bu yerda. Bu harbiyninki ichidagi ahvollar nihoyat murakkab guruhlar bor. Ondan keyin dadisidan qolgan qizil shahzodalar bor. O gruplar var, yerli gruplar var ama ülke gruplar ve urug' tuqqan gruplar var. Bu gruplar köpeygen yerde bir tamponluk buluş lazım. Xi Jinping bazı gruplarını yok qilgandan keyin bazı gruplarninki kuchlanishga sebep oldu. Hem de en ahırda qolgan şu hozir biz degan Xi Jinpingdan qolsa ikinci kolda bo'lgan bu harbiy komandan bu ahir qolgan grup bo'ldi. Bu yolg'iz beshig'i texmi kuchlanib ketmasin deb oldini olish uchun buni yo'qotgan bo'ldi. Bu Xitoy tarixida nurg'un shundaq ataqliq nimalar bor, imperatorlar bor, podsholar bor. En nochilarga qaraydigan bo'lsak, sap ashunda yolg'iz qolgan. Urug' tuqqani yo'q. Balcakı yok. Yalnız qolgandek hozir Xi Jinping mi harbiy boshqarish sistemi dedimi? Yalnız qolgandek bir ahvol ko'rinyapti. Bu endi kelar yilninki 3-oyda onundan keyin to'liqlamdiki yoki mushtaq ma'yi birayli damdiki bilmayman. Çünkü bu 2 yig'in ichildi-ku kelar yil 3-oyda. 3-oygacha bu nomzodlarni abay degan 5 odam yo'q dedim bu. Onun o'rniga 5 odamni qo'yish lozim.
3 aygacha bu namzatlarni tanlaydı. 3 ayda onundaki naq bizge yüzünü küstüdü. Angacha belki Xi Jinping mutlak bir güç ile başkurup mağındı dep oylayman. Hoş. Rahmet sizge. Hoş, hürmetlik Elşad Esen efendim. Siz başka ötküzülgen söhbet programlarında mı oturup koyganınızdek Xi Jinping'ninki hukuki lingishib qolgan bir hakimiyet emas, belki müstehkem bo'lgan bir hukuki ve hakimiyeti bor deb qarag'liq. Mushundaq turug'liq yeni nima uchun bundaq tozalashlarni olib bordi? Ve bu merkezi harbiy komitetininki a'zolarini 5 odamni birlan vaqtda chiqarib etmedi, xatolaşmasam. Tedirici halde çıkardı. Nimiş qarqıtım çıkargan çağda ornuq birisini to'liqlab qilmasdan hozir faqatlam Xi Jinping ve yeni bir adam qolib qoldi. Mush haqda bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Buldu. Rahmat. Abay Akram bir muhim nuqtani aytdi. O bo'lsa diktator, podshoh, imperator Xitoyning tarixida. Bular oxirisi ko'pincha ahvolda yolg'iz qoldi. Yolg'iz qolgandan keyin yenidagi odamlarning hech qaysisiga ishonmaydi. Bu yolg'izlikni o'zi keltirib chiqadi, tozalash orqali. Men programlarimda dedim, Xi Jinping ko'parak Stalindan ta'lim tarbiya og'ini chiqarib, endi o'zi bilan ko'rishib emas, uning tarixini o'qish va boshqa usullar bilan Sovet g'ulg'andan keyin Sovetning g'ulishini g'arb tadqiqot qilgan bo'lsa, uningga eng yaqindan kuzatib, eng cho'nqur tadqiqot qilgan Xitoy va Xi Jinping deb qarayman men. Shuning uchun biz Stalinninki tozalashini bir qisqa bayon qilib o'tsak, Tolotskiyni, ya'ni Qizil armiyaning qurg'uvchisi, Lenindan qarshi 2-nomerlik odam. Stalin vaqtida xuddi Xi Jinpingdek jiqla ko'zga ilmaydigan bir odam edi. Faqat bir bürokrat. Ama lekin Tolotskiyni yo'qotish uchun Lenin o'lgandan keyin o Zinoviev deydi, Bukharin deydi, bular bilan birlashib, oldi bilan Tolotskiyni yo'qotdi. Undan keyin Zinovievni yo'qotdi. Bukharin bilan birlashib, eng oxirisi Bukharinni yo'qotdi. Harbiy amaldorlarni yo'qotdi. 5 marshalning 3'ini yo'qotdi. Neçə yüz generallarının içində 2 qismini qırıb yoxlaydı. Endi Xi Jinping'e kelsək, ən dəsləbdə Wang Qishan'ni işiltib, hökumətini tazıldı, Zhou Yunqang'ni yo'qotdi. Adətdə diktator hakimiyyətlərdə istihbaratını başqurduğan, içki qismlarını başqurduğan ən küçlük oldu. Xuddi Stalinning vaqtidagi Beriya, Yagoda, Yezovlardek. Zhou Yunqang öz vaqtida içki qismlarni başqurattı, istihbaratni başqurattı. Shuning uchun uni yo'qotish uchun Wang Qishandan foydalandi, boshqalardan foydalanib uni yo'qotdi. Shuning bilan birga bir turkum cho'ng amaldorlarni yo'qotdi. Oxirsida Li Keqiangni qistirib chiqaribdi. So'zish jarayonida o'ldi. Undan keyin Hu Jintangni qurultayda butun dunyoga qaritib turib, so'rab yig'in maydonidan chiqibdi. Bu nima degan vaqtida Xi Jinping dunyoga va Xitoy hokimiyatiga, Xitoy fuqarolariga mening huquqim mukammal, har qandig'ini yig'ishtira olayman degan shu signalni berdi. Bu jarayonlarda mayli Zhang Youxia bo'lsin, mayli uning oldidagi Li Shangfu bo'lsin, He Weidong bo'lsin, Miao Hua deydi, hamma mushu generallar Xi Jinping tarafda turib, ularni yo'qotdi. Endi bu yo'qotganlarni yo'qotish diktatorlarninki xotirjam o'tirishininki oldingi sharti. Chunki diktator bilan yordamlashgan bu shaxslar bag'an siri obro'yi o'sidi. Garchi u diktator bilan tang bo'lolmagan bo'lsa-mu, masalan Wang Qishan Xitoy parxurlarni yo'qotma deb Zhou Yunqang bularni yo'qotgan vaqtida Xitoyning matbuotlari qaraydigan bo'lsa, Wang Qishanni maqtashga boshladi. Bak maqtagandan keyin Xi Jinpingning andishi qo'zg'aldi, uni yo'qotdi. Bu Zhang Youxiamu xuddi ashularga o'xshash bu harbiylarni tozalashda Xi Jinpingga yaqindan moslashdi. U moslashmasa mumkin emas.
o harbiyni tozalashga. Onun yardımı bilen harbiyni tozalashi bilan birga men burun deganga o'xshash chet eldagi maddalar Xi Jinpingni Zhang Yusha o'rvitirga tutdi degandan keyin davagandan keyin bu mu diktatorni cho'qim gumonga qo'zg'aydi, gumonni qilishga boshlaydi. Shuning bilan oxirisiga kelganda buni yo'qotdi. Endi bu yerda Abay Akram degandan keyin masalaning bir yeri bor. U bo'lsa mushu pit ketamdi. Yana 7 odamdan ikkisi qoldi. Xi Jinping bilan Zhang Shengmin degan bir Xitoy qoldi. O Zhang Shengmin degan odatda harbiy ishlar komitetining hay'ati. Muavir rais emas, bosh qo'mondon emas. Shuningga endi bu yerda birsi Stalinmi shunday qilgan, bevositala boshqaradigan harbiylarni. Gitlermi 38-yili urush ministrini evitib, undan keyin harbiy bosh qo'mondonni evitib, Schleicher, Bloomberg ikkisini. Undan keyin harbiylarga har bir korpuslarga bevosita buyruq tushirib, urushni davomlashtirgan. Endi Xi Jinping shunga o'xshash qilamdi. Masalan, hozir 5 harbiy teatr bor. Shu teatrlarning bosh qo'mondoniga bevosita buyruq tushiramdi yoki Akram deganga o'xshash bu bir menga muhim deb uni asli keltiramdi kelar yil 3-oyda. Menimcha asliga keltirmay davomlashtirishi shu o'z bosh qo'mondon bo'lib, endi bevosita boshqarishi mumkin. Chunki Tayvanni olma desa, Xi Jinpingning bir nishoni bor. Mening shaxsiy ko'z qarashim. Xi Jinping o'zini Xitoy tarixidagi eng ulug' bir podshoh yoki imperator deb tarixda nom qoldirmoqchi. Uni elish uchun, Mao Zedongning oldiga o'tish uchun cho'qim Tayvanni elishi lozim. Tayvanni ola olsa, Xitoy tarixida Mao Zedongdanmi oshgan bir ulug' bo'la oladi. Shuning uchun uni amalga oshirma desa, harbiyni o'z bevosita boshqarib, diktator degan gumonxo'r tavakkulchilikni shu vaqtda boshlaydi. Yangi askarlar chiqdi, ofitserlar. Bular gap anglaydigan tavakkulchi bo'lib chiqdi. Shuningga shaxsan mening ko'z qarashimda dunyo xatar tarafga qarab mangdi deyman. Rahmat. Sizga rahmat, Elshad Hasan efendim. Xo'sh, hurmatli Saud Mehmet efendim. Biz yuqorida deyishib o'tgandek, bu Xitoydagi Markaziy harbiy komiteti nihoyatda bir muhim bo'lgan bir komitet ekanligini bundan tushuna olamiz. Shunga bu haqda texmi yaxshi tushunishimiz uchun ko'rmanlarimiz bilan birga bu Xi Jinping ve yaqinda hozir tozalanish bosqichida hatto tozalab bo'ldi deb desak bo'ldi. Zhang Yushani nima qildi? Undan boshqa yana He Weidong, Li Shangfu, Liu Zhenli, Miao Hua ve hozirgi Xi Jinping bilan qolib qolgan birdan-bir Zhang Shengmin degan bu 7 kishidan tarkib topgan bu Markaziy harbiy komiteti zot qanday bir organ. Buningki Xitoy davlatining ichidagi nopuz qanchalik bu haqda bir tafsiliy to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Bu Zhang Yusha, Liu Zhenli vaqasi hamda Xitoyninki bu hokimiyatni qo'lga olgandan mobaynidagi hamda nihoyat cho'ng bir vaqa deb qarg'ili bo'ldi. Hamda bu Xitoyning bu 70-80 yil tarixidami nihoyat oz ko'rilgan bir vaqa. Balkim Xitoyninki davlat ishchi siri mudofaa bo'lsin, diplomat endi siyosiy iqtisodiy jihatlardan sohalarda ta'sir qilishi mumkin. Bilimiz hamda Xitoy Kommunist partiyasi har 5 yilda bir qatim xalqaro mamlakatlik yig'in ochadi bular. Kelar yili hamda yine bir yig'in ochadigan vaqt bo'ldi. Oldingi qatimki yig'in 2022 yilda ochilgan. Bu Kompartiyaning yig'inda, mamlakatlik yig'inda bir bo'lsa, bu Kompartiyaningki siyosiy byuroninki a'zolarini tanlab chiqadi. Uning bilan birga shu doimiy a'zolarini tanlaydi. China 7 deydigan 7 odam tanlaydi. Bu 7 odam hamda Xitoyninki 100 millionlagan shu partiyaningki a'zolarini boshqardi bular. Bular bilan birga
Xitoyning shu kommunist partiyaningki mamlakatlik yig'inida yana Markaz harbiy komitetininki a'zolarini tanlab chiqdi hamda bekitdi. Uzundan yanqi bu bo'libmi 2000 yildan keyin bu Markaziy harbiy komitetiningki a'zosi asos jihatdan bir 7 kishi bo'lib kelgan hamda. Burun Mao Zedonglarning vaqtida 10 necha adam bo'lgan vaqtlarim bo'lgan, Xagofengning davrlarida 10 odamdan jiq vaqtlar bo'lgan, Jiang Zeminning vaqtlarida 10 adam bo'lgan, Hu Jintao andin Xi Jinpingninki birinchi qaror vaqtlarida 11 adam bo'lgan. O 2000 yilning oxirlarida hamda to'lisi 7 adam bo'lib kelayotgan. Bu harbiy komitetda hamda nimalarni boshqardi deganda, bular Xitoyninki barliq qurolli kuchlarini bevosita boshqardi hamda bu harbiy komiteti. Hamda Xitoyda qanchalik qurolli kuchlar bor desak, masalan, birinchisi atalmış xalq ozodlik armiyasi va bu ozodlik armiyasiningki noposidamda 2 milliondan jiq deb qaraldi. Quruqliq armiya bo'lsin, dengiz armiya, havo armiya bo'lsin va raketa qism bo'lsin, bular qo'shilib hamda 2 milliondan jiq deb qaraldi hamda. Bu hamda bir kuch, nayt cho'ng bir kuch. Buningdan sirat hamda Xitoyninki qurolli saqchilarini boshqardi bu harbiy komiteti. Qurolli saqchi qismi nima shu 1 million 500 mingdek nüfus adam bor deb qaraldi. Bizningki vatanda 2017dan boshlab shu lagerdamda milliy qirg'inchilik boshlanganini hammamizga ayon. Shu Uyg'urlarni bostirishda, lagerlarda sulab qolgan, shuningdimi bu qurolli saqchilarningki nayt aktiv o'ynagan roli bor bular. Bu nayt cho'ng bir kuch hamda. Buningdan sirat hamda Xitoyda yana xalq askarlaridan mingbing deb qo'yamiz hamda. Xalq askarlarini hamda 8 milliondek bor deb deyildi hamda. Agar bu to'g'ri bo'lsa 8 million, uningdan boshqa yana keyin oqsabdiki harbiylar hamda UBI deb qo'ydi. Oqsabdikilarmi bir 5-600 mingdek bor deb deyildi. Hamda bu kuchlarning hammani qo'shib kelsak bir 12 milliondan eşip ketdi hamda. Bütün dünya qaraydigan bo'lsak, bundaq jiq bir qurolliq 12 milliondan jiq bir qurolliq kuchni boshqarayotgan bir komitet yo'q hamda. Ikkinchi Amerika shunaq bir harbiy sohada kuchli qudratli bir davlat, ularninkimi bunday jiq qurolliq kuchi yo'q deb degili bo'ldi. Xitoy hukumati hamda bu Xitoy partiyasi hamda Kommunist partiyasi burunmuş partiyani qurgan vaqtdan tortib bu qurolliq kuchga nihoyat muhim qarab kelgan bular. Hokimiyatni qo'lga olgandan keyin tiximi shundoq bu qurolli kuchni izchilmish o'zining changilda ching tutib kelgan. Bo'libmi 1990-yillarda bu Sovet yemirilib ketgan vaqtlarda Xitoylar hamda bu Sovetning armiyalari o'z vaqtida shu Sovet kompartiyasi tarafda turmagan, xalqni bosmagan, shunga Sovet kompartiya yemirilib ketgan deb buningdan dars olib Xitoylar bu Xitoy kommunist bu qurol xalq armiyasiga tiximi bu kontrolni chingitgan. Chingitib, masalan Xitoyda harbiy manevrlar bo'ldi-ku Beijinglarda hamda. Harbiy manevrlar qaraydigan bo'lsaqmi, eng oldida Xitoy Kommunist partiyasining bayrog'ini tizdi oldiga, birinchi o'ringa. Uning keyinida endi davlatning bayrog'i keldi. Demak bu armiya u davlatning armiyasi emas, bu bir Xitoy Kommunist partiyasining armiyasi desakmi bo'ldi endi. Buningdan sirat hamda Xitoy Kommunist partiyasi bu armiyaga bo'lgan talabi bo'lsa, bu armiyaniki sodiqligi, shu kommunizm Xitoyga bo'lgan sodiqligini nihoyatda ching talab qildi buni. Bu askar ofitserlarninki harbiy mahoratidimi bekroq mush kompartiyaga sodiqligi bormi deganni mushuni talab qildi. Shu hamda ilqi sodiq emasga deb yo bo'lmasa o'ziga sodiq emas deb ko'rilgan vaqtda hamda shunaqa tozliqlarni to'la takrorlab kelgan. Sizga rahmat, hurmatlik doktor Erkin Akram apandim. Xi Jinpingninki bu olgan qarori va bu Markaziy harbiy komitetda 2 kishining qilishi Xitoy armiyasining bo'lgan ta'sir qanday bo'ldi? Bu bir armiyaga nisbatan ijobiy bir ta'sir yaratdi yoki salbiy bir ta'sir yaratdi? Uningdan boshqa bu tozlashlar natijasida
Xitoyninki Tayvanga qarta harbiy bir harakat ilib berish strategiyasininki davomiga va uningki vaqtiga qanchalik ta'sir qildi? Öz vaqtida bu Mao Zedong Linbiao'ni tazlagandan keyin bütün harbiy huquqni o'z qo'liga tutib olgan shu vaqtida. Ve şu vaqtidami yana boshqarib mangan harbiylarni. Mao Zedong bilan Mao Xi Jinping arasında bir fark var hamda. Çünkü Mao Zedong bu Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'ni kurgan adam ve nurg'un 20 necha yil jang qilib oxir kelgan. Xi Jinpingning unda jang qilib kelgani yo'q. Ama bu Xitoy siyasetinde yani Xitoyninki siyasi an'anasini yaxshi bildigan, o'yinlarni yaxshi bildigan, qulluqlarni yaxshi bildigan bir adam. Kuch temponliqni qanday o'ynashni yaxshi bildiganini keyingi yillardami ko'rdik. Ama harbiylikdan kelmagachga harbiyni qandaroq boshqurdi degan yer kelgan chog'da biroz gumonim bor endi. Gerçi jang qilgan chog'da hamda yuqori nimalar generallar jangni boshqurdi, jangni planlaydi. Birleşme Ştat başlıkları oturup onu planlap naydı ustalık bilen canlı yanımızda planlaydı ama canlı kıldıganlar orta ve töven seviyedeki bu komutanlar. Bularını Xi Jinping kanda başkurdu. Her birlikte bir buyruk düşürüşününki bir zinciri var. Yukarı komutanlar, orta komutanlar, ondan sonra töven komutanlara bir derece bir buyruk düşürüş gerek. Hazır bu zincir üzük. Bunu kanda kılalaydı. İkincisi, şunçilik yukarı seviyedeki bu komutanlarını tazlip etti. Bu adamların kimi adamları buludu. Harbinin içinde. Bu adamları rahat bulamdı, rahatsız bulamdı. Bunun için ki misalga Tayvan'a hücum kılsa bu canlı kanda eğilip biriş meselesi var. Tayvan'a hücum kılış yalgızla kimine evitipla Tayvan aralığını korşu bilipla, muasır epla alalaydıgan bir yer emas o. Bu hem denizde, deniz astıda, havada, hatta hava boşlukkaça bağlanğan bir sistem bile mağzudgan gap. Yani Xitayninki bütün ermileri yani kurukluktan denizgacha, havadan roket ermisigacha bular bir-birisi bilan moslashish lazım. Bu jarayonda Amerika, Japonya, başka devlet qarab turmaydi. Şununla eğer de bu zincir üzüklük bo'lsa, boshqurish chetda bir üzüklük bo'lib qolsa, yolg'izla Xi Jinpingga sodiq ko'z tutish bilan bir jangni qilish unda oson to'xtamaydi. Ba'zan jangda ishlatgan qurollari noji bo'lishi mumkin. Ama bayağı degan bu buyruk sistemi buzuq olsa yoki moslashmagan bo'lsa, jangni tutilish pek qiyin. Bundan sırt insanınki oylap yetmegen bazı meseleler var. Bunu Karl Clausewitz'ninki eseri de bunu tuman dep köstüdü. Jangdaki tuman dep köstüdü. Yani insanın sırtında bir ahvalla çıkıp keliş mümkün. Bularını kanda hal kılalaydı. Çünkü Birleşme Ştat bu minsi bomgan bir yerde Xi Jinping'ninki siyasi cetten belki nocudur ama iktisat cette, harbiylik cette onunki ondan nocu emesligini mi bilimiz. Bunda ahvalda kanda başkurup kanda kılıdı diyen yerde biraz gumanım var. Bu ilki mentıki cetten düşen yendi. Eğer de mentıkının sırtında Xi Jinping'nin kalısı bile oylasak, ben hemmeninden yani ben hazır mutlak bir imparator ben padişah. Ben nime desem şu buludu. Diyendeki öz vaxtıda şu Wuhan virüsüge karşı açta kıldı o.
men başqursамlar shu virusni yo'qab ketadi deb 3 yil Xitoyninki iqtisodini vayron qilib etdi. Shuning o'xshash men Tayvanni olaman nim bo'lsa bo'lsin deb mantiqi bo'lmagan bir harakatni boshlab qolsa, u vaqtida Tayvanga bir hujum qilishning ehtimolimi yuksaladi. Ama natija qanday bo'ladi? Mencha natija pek yaxshi bo'lmaydi. Chunki bu Xitoyninki Sun Tzuninki urush san'ati deydigan kitob bor. Kitobning birinchi jumlada jangni aldirab açmaslik lozim. Chunki o bir millatning kelgusinin, bir devletninki mevcudiyetinin, bütün iqtisod kuchlarininki bilan munosabati bor deydi. Xato bir jang qilib qolsang, bayağı degan narsamiz tugaydi deydi. Millat tugaydi, devlet tugaydi, iqtisod tugaydi, hamma tugaydi. Shuningga bu Xi Jinpingninki hozirgi masalada abaqa men degandek ikki xil tushuntirsak bo'ldi. Mantiqiy jihatda bundan keyin Tayvanga hujum qilish bek qiyin. Hozirgi bu bayağı degandek komuta zinciri anima buyruq tushirish zinciri uzib qo'y. Agar da mantiqsiz o'ylasak, Tayvanga hujum qilishning ehtimolimi yukselyapti. Tarixte bundan misal bormi? Yamanchiq bundan misal Xitoyning tarixindami? Hamda bu 2027'de yani kelar yili bu Xi Jinping'ninki yani 4. qitim reis bo'lishninki saylandigan deymiz ma G'arbninki saylanish emas bu hamda. Bo'ladigan bir yili. Hamda bu Xitoy armiyasininki qurilishininki 100 yilligi. Hamda Xitoyninki o'z vaqtida Xi Jinping 2017'de 19. qurultaydagi 3 bosqich strategiyani e'lon qilgan-ku. Ya'ni 2027'de Xitoy armiyasi zamonaviy bir armiya bo'ladi deydigan bir nishoni bor. Yani Xi Jinping mushu hali bilan shu 2027gacha qanday opera deydigan bir gumonliqmi bor bu yerda. Agarda misoliga Xitoy armiyaning ichida isyon chiqib qolsa uchun. Yani Xi Jinpingning dushmani borgan sari ko'payyapti. Siyosiy dushmanlari bor, raqiblari bor, turmada, harbiy dushmanlari bor, turmada. İqtisod jihatda dushmanlari bor, ba'zilari turmada. Degandek, borgan sari Xitoyninki podshohlari gujak varing deydi-ku. Yalg'iz degan gap hamdi. Ashunda bir ahvol tushib qolsa, bundan keyin bunda nupusi ko'p, kültürü xilma-xil, tillama xilma-xil bunda bir cho'ng davlatni boshqarish bek Xi Jinpingga qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Ama hozirgi paytga qarag'an chog'da Xi Jinping 150 yoshgacha yashayman va shundaqla men yolg'iz beshimga boshqara olmayman deydigan bir tushga kirgandek ko'rinyapti. Rahmat sizga hurmatli doktor Erkin Akram efendim, etrafliq tushuntirdingiz. Xo'sh, Elshad Hasan efendim, endi bu biraz burunmu doktor Erkin Akram efendim deb o'tgandek Xi Jinpingninki qobiliyati toz bor deb qaralmaydigan soha bo'lsa, u bo'lsin harbiy soha. Endi bu yerda hozirgi dunyoda qaysi kunki ochilgan, yaqinda ochilgan Davosdagi yig'indimi Germaniyaninki bosh rahbari bo'lgan Friedrich Merz deb o'tdi. Dünya kişilik hukuk ve demokratiya nemiz devirden çıkıp burun vaqtda qaytayotidu barbara jahongirlik davriga yani. Şu mushu xil vaziyatdan, mushu xil dunyo vaziyatidan Xi Jinping foydalanib, sizningcha mushu yolg'iz Tayvanda emas, mushu Janubiy Xitoy dengizdimi bir talvilik qilib qo'yish ehtimolligi bormi? Va Xi Jinpingning hozirgi bu tozalash harakatiga qarta g'arb davlatlarining jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarininki ta'sir qanday bo'lyapti? Murakkab savol bo'ldi. Akram yaxshi narsani dedi.
birisi mantiqi bilan bo'lsa Xi Jinping jim turish kerak, huquqni oldi. Endi qadamma-qadam o'rinlashtirib, huquqni yana qiziga beramdi, boshqa xotiniga beramdi, boshqaga o'tkazib berilganini planlash kerak. Ammo lekin tarixdan bu yangicha hech qanday bir urush yaxshi plan bilan boshlangan urush yo'q. Hammasi tavakkulchilik bilan chiqqan. Yanıla şu ben Ikkinchi Dünya Urushininki tarixini yaxshi o'qishni yaxshi ko'raman. Masalan, Hitler boshdan oyoq degani biz Dünya Urushida ikki tarafda tang urush qilganligimiz uchun mag'lubiyat uchirdik. Sharqda ham g'arbda. G'arbda Yevropa, Fransiya, Angliya bilan, sharqda Charpatsha bilan. Shuning uchun Hitlerning o'yida hargiz bu xatolikni ikkinchi qatim takrorlamayman deydi. Ammo en ahırsıda şu özü degen şu tragediya desek mi buludu ya ki halak yoluga özü başlaydı. Angliya bilan urush etip durup Sovyetni yo'qotsam Angliya cho'qim taslim buludu deb kirdi. Shuna bilan Sovyetga urushni boshlaydi. Ikki tarafda sharq g'arbda birinchi dunyo urushiga o'xshash boshlaydi. Oxirisi halak yo'liga mandi. Muqarrar. Amerikaninkini o'ylaylik. Amerika jiq urush qildi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin to'xtab baxmadi. Mayli Vyetnam urushi, Koreya urushi, yaqinqi Iroq urushi, Afg'oniston urushi. Amerikaning bir strategiya olimi bor, Stephen Katkin degan odam. Bu odam deydi, Amerika urushga kiradi, chiqishini o'ylab kirmaydi deydi. Bu urushning oxirisi qanday bo'lganligini hech qachon bir planlab boqmagan. Kirib bo'lib, undan keyin qanday chiqishni tapamay 10 yıl, 15 yıl akıl sürüldüğü vaqtlar var dedi. Mesela Afganistan'a 20 yıl uruş kıldı, netice ne oldu? Yani şu Taliban sordu, kirge vaqtda Taliban yoktu etti. Demek uruş hiç kaçan onda bir ilki mantiqi bilan eğer Amerika mı bir urushni mantiqi bilan başlayanmagan bo'lganligini ko'rgan bo'lsak, menimcha Xi Jinpingning bunda bir mantiqi bilan mengishi natayin. Chunki uning mantiq ko'rsatish uchun, mantiqi bilan mang deyish uchun yenida mantiqi bilan bir narsani ko'rsatgan texnika, aqlliq odamlar bo'lish kerak. Ammo unda odamlarni hammani qadamma-qadam tozalab yo'qitib bo'ldi. Shuningga menimcha tavakkulchilik jiqaroq mengishi mumkin. Bunda bir ahvalda hamda Janubiy dengizidan baldurroq ikki xil ehtimoli bor. Menimcha men mana shunday o'ylayman. Birsi Janubiy dengizda, birsi Filippin bilan oldi bilan bir kichik doirada urush elib, masalan hozir ikki orol bor Filippin bilan talashayotgan. Filippin bir orolda askar turg'izayotdi. Xitoy uni qo'rshib oldi. Filippin ayda bir haqiqatan bir amallar qilib o oroldagi askarlarga azroq oziq yemakliklarni yetkazib berdi. Xitoy to'sigan bo'lib o'tkazib o'tdi bir haqiqatan bir oyda. Ikki taraf hozir bir xil tirik ishda. Shuning uchun bir xil ehtimol Janubiy dengizda shu Filippinninki shu askarlarni chiqarib o'tish Amerikaning reaksiyasini bir ko'rish, qanday bir inkasdi bo'ladi deb. Filippinga kelganda menimcha Amerika ishkilanmasligi cho'ng'aroq. Chunki Filippin bilan Amerikaning kelishim bor. Mudofaa birlik. Bu kelishim bo'lgan sari zich munosabatlar mengyotdi. Yana bir xil ehtimol hamda shu kelar yili men ani o'ylamoqmanki, Akram uni dedi. Masalan, Xitoyninki partiya qurultiyi bor. Xi Jinping yana bir qatim saylanish to'g'ri keladi. Yag'andan saylansimi? Xitoy armiyasininki 100 yilligi. Shuning uchun bu ikkisini qo'shib yana Xitoy armiyasininki zamonaviylashishi, bularni hammani bir sinab ko'rish uchun balkim Tayvan bir cho'ng narsa, bir cho'ng sinash maydoni bo'lishi mumkin. Xitoy armiyasida yana birisi har qanday diktator hokimiyatda o'sish uchun
tüzüm buzuluşı lazım. Tüzüm buzulmasa ösüş yaşlarga bolup mu tallantı bağlarga bu naiti kıyım boludu. Çünkü kadem meniş gerek. Bu kadem menişte tüzüm bazı vaxtlarda tehi bekerek tallantı bağ adamlarını şallı etiş ihtimali çoğun. Ama tüzüm buzulga vaxtıda bu fırsat çoğun oludu. Mesela hazır Xi Jinping tazlıdı harbini. Emeldarlarını ivetti. Bunda bir şaraitte bu ivetkenlerinin içinde akıllık mutaxassislar var. Ama lekin yaş, yeni harbiy mektebini bitirgen, havisi var, çoğun gayesi var, azırak fen texnikini yetilgen, bula da bir fırsat geldi emdi. Bu tolduruş için bu tazlıqallarının orununu. Menimce abay Saud'un bir mühim narsin dedi. Harbiy işlardaki bu işkedemni tazlaş, Mao Zedong'un xuddi Limbiyoni yo'qotganga o'xshash Xitoy armiyasida nayt cho'ng tazlash yo'lidi bu. O ishkadam bilan harbiy ishlar komiteti bilan cheklanmaydi. Menimcha har bir siyoti, har bir diviziya bosh korpuslarning hammasidan tazlash ehtimoli cho'ng. Bundaqda tuvan darajadagi tomondan ofitserlarga bir fursat keladi ustiga chiqishga. Bu fursat hem tavakkulchilikni talab qiladi, hem sadoqatlikni talab qildi. Sadoqatlik deganimiz chiroyli qaraq, Uyg'urlarning zag'ir tili bo'yicha po'doqchilik kerak. Bu ikkilisida yengila yetishalaydi. Shuningga bunda bir ahvolda balkim tavakkulchilik tarafga qarab mangdi. Endi Amerikaning siyosatiga kelsak, Amerikaning siyosati demokratiya yo'q hozir. Kişilik hukuk yok. Cumhuriyet davatimiz, Republic deb. Trump prezidentninki hozirgi kelgicha siyosati do'stlarni ranjityotidu. Dushmanga bir peshvo atgan bo'lsa, do'stga ikki mush uryaptidu, ya kachitig'i birini qo'yyaptidu. Shuning bilan biz ko'ryapmiz. Oldingi haftada Kanadaning bosh ministri Xitoyga borgan bo'lsa, bugun Angliyaning u yerda. Hem ati Germaniyaning baramdi, biz bilmaymiz. Bu xil ahvolda Xitoy Rosni futdi. Ros hozir Xitoyning qo'ynida. Agar Yevropami bu xil ahvolda Xitoyning tarafiga o'tib mangsa, Amerikaning qanchalik hamda Xitoy harbiy jihatda xeyli yetilib mengyaptidu. Bunda bir sharoitda Amerika o'zi yolg'iz Xitoy bilan bir tavakkul qilib urushda hozir urushni yengalaydi. Shaxsan meningki farzimda, meningki biladigan ko'rganlarimga asoslanganda. Ammo aql so'rilib mangan siri Xitoy tutib mengishi ehtimoli cho'ng. Chunki hozirgi Amerikaning bu siyosatida biz do'stlarni, ittifoqdoshlarni ijro qilib o'tibamiz. Shuningga bu bir nihoyatda murakkab bir yangi davri buzilayotgan butun sistem. Amerika o'zining tiklagan Ikkinchi dunyo urushidagi tuzumni hozir o'zimiz buzyapmiz. Bu buzilib, yangi bir tuzum qurilib bo'lguncha bu to'polondan Xitoy to'g'ach o'g'irlamdi deganda albatta o'g'irlaydi. Har qanday bir odam bundan fursatdan foydalanma deydi. Xitoy tayyor bu fursatdan foydalanganga. Shuningga bu bir xatarlik ham Xitoyning tavakkul qilishiga bir undaydigan bir sharoit paydo bo'lyapti deb qarayman. Chunki bu yerda yana bir muhim narsa bor. Menimcha Xitoyga berilgan xato bir signal deyman. Amerika Tayvandagi Samay Banda Conductor deydi. Yuqori fan texnikadagi zavodlarni Amerikaga yetkazib akilishni oldingi strategiyada buni tashviq qilyapti. Bu Xitoyga nima signal berdi deganda, balkim Tayvanga qisaq ishkilnishi mumkin, balkim voz kechishi mumkin degan manda bir narsani beryapti. Manda degan vaqtida men hozir Akramning uyiga qo'yib qo'ygan kitob daftarlarimni Akramning uyidan akvolay, buni akvolsam Akram
Yevropaga bir yerler köçüp ketip kalsa bu kitaplarımı alamayman dep ben aldın ala bunda bir signalni bersem iftixarsizmi bu qaraganda Akram kamning uyiga men besib kirsam Ilshab kam gap qilmaydigan o'xshaydi o'zining narsalarini ep ketib bo'ldi deb sinab boqqingiz keladi. Bu yerda endi misolga shuningga Amerika bunda bir signallarni berishi meningcha endi shaxsan to'g'ri bo'lmadi deb qarayman. Bu ham Xitoyga Amerika ko'chirib mengib o'tibdi muhim narsalarni qashlaydi ekan. Xuddi o'z vaqtida Mao Zedongninkiga Amerikami Xitoydan askarlarini chekindirib qochib ketgandan keyin Mao Zedongning askarlari Dongbeydan sharq shimoldan kirib Beijing, Tianjin, Shanxay hammani olganga o'xshash bu aralashmaydi ekan degan mana bir signal nihoyatda xatar bir signal beryapti deb qarayman. Xo'sh, rahmat. Rahmet sizga ait etraflı tushuntirdingiz. Xo'sh, Saud Mehmet efendim, bu xil jiddiy vaziyatlarda va bu xil davolg'uchlarning ichida Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoy ishlar komitetininki bu haqdagi tayyorlig'inglar va ilib berayotgan plan programmanglar bormi? Rahmat. Biz Xitoy ishlar komiteti hamda burundan tortib Erkin Akram akamizning bor bizning komitetda. Xitoyninki Xitoyda bo'layotgan o'zgarishlarni nihoyatda yaqinda kuzatib kelyapmiz. Bo'libmi milliy siyosatlardan bu da yuz bergan bunday cho'ng bir voqealarni albatta yaqinda kuzatib kelyapmiz. Bu voqea hamda Xitoy kelgusida hamda hali cho'ng ta'sir qildi deb o'ylayman. Baba ikki akamiz degandek bu da tutgan adam Zhang Yusha, Liu Junli ikkisi bo'lgan bo'lsa-mu, bularning masalan bu Zhang Yusha degan adam 60 yilga yaqin bu shu Xitoy armiyasida xizmat qilgan adam bu. Markaz harbiy ishlar komitetidami 10 yildan yuqori hamda ma'mur raislikni qilib kelgan. Chiq adamlarni bu odam o'stigan, bu odamning qo'llastilar chiq. Şuna bu da xabarlar berayotgan bu ikkisi bo'lgan bilan hamda buningdan jiq adam keyin tozalashni bo'lishi mumkin. Shunga meningki hamda o'zimning shaxsiy ko'z qarashim bu Xitoylar hamda bu bo'lgan tozalash buningdan keyin tiximi keng doirada mengiladigan bir ehtimollik bor deb o'ylayman. Hamda bundaq bir keng doirada bir tozalash berilayotgan vaqtda Xitoyninki ichida bir davolg'ular hamdoq, bir krizlar hamdoq, bir o'zgarishlar hamda yuz bersimi bu bir normal ahvol deb o'ylayman. Shunaqa ahvolni ko'z tutib biz Xitoy ishlar komiteti qurultayga vakolatdan bevosita shu Tibet, Mo'ng'ul va chet eldagi demokratik Xitoylar bo'lsin, Tayvan bo'lsin, bevosita bular bilan qurultayga vakolatdan shu o'xshamagan guruhlar bilan aloqa bog'layapmiz. Masalan, oldimizda 2-oyninki oxirida Yaponiyada bir xalqaro yig'in o'tkazildi. Bu qurultaymi bu yig'inniki bir sohibxon tashkiloti bo'ldi. Bu yig'inda hamda Tayvanninki parlamentga tabiiy hamda bir fondi buning qatnashidi. Tayvandan tadqiqotchilar keldi. Shundoq hamda o'zimizmi davorimizni jonlantirishimiz kerak va shu biz bilan o'xshash Xitoyninki zulm ostida Xitoyning zulmni qilgan shu millatlar bilan bo'lgan hamkorligimizni nim qilishimiz, jonlantirishimiz kerak deb o'ylayman. Sizga rahmat, hurmatli ko'ruvchilar, suhbat programmamizninki uzrab ketayotgandek tuyulishi mumkin, ammo bu nuqtalarni tafsiliy tushunishimiz uchun oldi bilan shu harbiy komitetninki qurilmasini yaxshi tushunishimiz kerak va yaqinga bo'layotgan dunyo vaziyatini yaxshi tushunishimiz kerak va oxirida bo'lsa hammalar qiziqayotgan nuqtani birlikda tixim yaxshi analiz qila olamiz va shuning qartami o'zlarimizning tadbirlarini puxta va o'ngishli shaklda ola olamiz deb o'ylayman. Bu bo'lsa-mu, bu davolg'uchlar, bu o'zgarishlarningki bizningki millatimizga, Uyg'urimizga va mustamlik ostidagi davlatimiz bo'lgan Sharq Turkistonga olib keladigan ta'sir qanday? Xo'sh, hurmatli doktor Erkin Akram efendi, siz bir strategiya mutaxassis bo'lish sifatingiz bilan buningki biz Uyg'urlarga olib keladigan ta'sir qanday? Ijobiy ta'sirlari bormi
salbiy ta'sirlari bormi? Buni bir xulosalab bergan bo'lsangiz. Cevabımı biraz mürekkep. Bayağı İrşad efendim dedi o. Dünya mürekkepleşip vardı. Hazırki vaziyet bayağı siz mi dediniz ma o çık özgürlükler var. Burunki halide emez. Aldığımızdaki ahırkı şekillendiren dünya tüzümünü, halkara tüzümünü mü hazır bilemeyimiz. Hazır konusu tökülep çıkılıp bırak o yenisi tıkı kurulmagan acına bir baskışta. Bunda bir peytte biz mölçerleş bile kılalayımız. Misalga deyli, bunun kim şu nime Amerika tutuğan bolsa bu bir xil senaryo. Öz vaxtıda şu Roma devletimi şu demokrattan şu padişahlıkka ötken. Hazır Trump mı şu padişahlıkka ötevadı demdi. Ama Roma devleti onunkin neçe yüzyıl yaşadımdı. Bunda opkasa Amerika tutuğan bir takdirde dünyaya tekrar hakim olgan takdirde Şark Türkistan meselesini başkaça izah kılımız. Eğer de bu Xitay'nınki Guangzhou deydiğen bir 2500 yıl evvel yaşayan bir Xitay var. Onunki yazgan Bawang deydiğen bir bölüm var. Bir kitapның Guangzhou degan kitapnınki bir bölümü. Üyede hem de çok güç acizliganda, kichik orta güçler köpeygen vaqtida bununla karta qanday qilish lazım deydigan naytı tepsili tushundirish var. Ondan keyin Xitoyningki şu urush devletler devri var o. Yani bu milattan evvel 474'ten itibaren 221'e kadar bo'lgan bu jarayonda 6 devlet, 7 devlet aslında bir-birisi bilan qanday urushib, qanday kuch talashib qilgan jihatdami Xitoydami biraz tecrübe var. Deyli ki Xitoy şu tecrübelerge tayinib turib Xitoy futib oldi deyli. Bu vaqtida Şark Türkistan meselesini başkaça izah kılımız hem de. Üçüncü bir senaryo bolsa Trump'nınki G2 degende hem de Trump'nınki milli strateji, xavfsizlik strateji hüccetinde degende biz garbi yerim ya şarga hakim bolumuz degende demek ki şarkı tarafını Xitayga berimiz degan bir düşünce var. Muşunun okşaş dünyanın şu G2 başkurgan bolsa o vaqtida Şark Türkistan meselesi yine başkaça izah kılışkı doğru geldi. Hem de bunu sözlep kelsek uzayıp gidiyordu yapamdı. Kıskıçası şu, Amerika Xitay'nınki güçlünüp yetişini xalamaydı. Meyli kim nimdisi desin. Çünkü Amerika bu orunga aran geldi. Nurgun bedellerini töyledi. Birinci Dünya Uruşu, İkinci Dünya Uruşu, onunkin Dünya uruşundan sırt nurgun uruşlarga mı ketildi değil de? Kore uruşundan Vietnam uruşugacha, Irak uruşugacha, Afganistan uruşugacha. Nadecik bedel töyledi. Bu dünyanın tinçliği için nurgun bedel mi ödedi? Şununla hazır Trump'ın adamlarının kakşaşının sebebi mümkün şu. Biz yamancık ödedik. Hem de 38 trilyon dolar kaz olup kaldı. Hem bu kaz ödeşte yok ama paylanıştı var deyip kapılı vardı demdi. Şununla ornuna beğenmezlik için Xitay'nınki yükseltilişini pek xalamaydı. Belki Xitay'a hazır takabül turuş biraz kıyın boğaşka G2 degen buluşmuyor mümkün. Ama Xitay'nın canını sorap geçişini xalamaydı. Benim demekçi boğunum Amerika Xitay'nın arasındaki bu uruşu devam kıldığanlı bolsa Uygur davasıga bir paydası siyasi cette, atmosfer cette bir paydası buludu. Ama bu paydını tekimi keng dairede paydalanış için bu Dünya Uygur Kurultay bolsun, başka teşkilatlar bolsun naydı akıllıkça bu vaziyetten paydalanış lazım. Çünkü vaziyet naydı mürekkep. Hiç kimse hazırgıçtaki dünyamada buldu dep diyemeyevatıdı. Bu kalamkancılıkta toğaş oğurlaş
akıllı adamның işi hamdi. Buni qandaroq qila oladi. Ertugün elaki 3 xil senaryonunki bir xili şekilinib qalsa, aş vaqqa qarab yana bir narsalarni qilg'ili bo'ldi. İnsan hakları, demokrasi degan bu qimmat qarashlarni so'zlaydigan, qo'g'daydigan odamlar azaydi va yolg'izlar shuni qo'g'daydigan tashkilotlarga qoldi. Shuningga bu jihatdami Dünya Uyg'ur qurultayininki faoliyatlarga belki o'ngishliq bo'lmaydi, ama bu yo'qolib ketmaydi endi. Bu bo'libmi Yevropa devletlarda belki devam qiladi, ama burunqidek bir ta'sir kuchi qolmaydi. Aksicha Xitoy bundan keyin demokrasi, inson haqlari degan hukmni qo'g'daydigan bir davlatga aylandi. Bu g'alati bir ahvolga uchraymiz hamda. Nimani qo'g'daymiz? U mi qo'g'dayotdi, sen mi qo'g'dayotsan, kim nimani qo'g'dayotdi degan masalalar bor. Shuningga bu o'zgargan dunyoga qarta yepyeni bir siyasetini belgilemek lazım. Nişanını belgilemek lazım. Bayağı İlşat efendim degandek jangga kirgandan keyin minib turib, bu yoqni kuzatib turib, ondan keyin Madin Shopping degandek iriqdan o'tgan vaqtida toshni tutib turib, bo'ylab turib manglagan gap degandek, ashundoq qarab mangmiz. Her qadamda o'ylavaraq qilmasak, abaqa qaylamqonchilikda yo'qolib ketishiningki qaylamqonchilikning ichida dasilib shamol urib ketadigan ahvollarmi bo'lishi mumkin. Ya'ni Sharq Turkiston davosini qilayotganlar uchun nihoyatda cho'ng bir imtihon mavjud hozir. Shuningga bu masalani iniq muştaq bo'ldi, anda bo'ldi deyish pek qiyin. Çünkü dünya hazır mantiqliq ish qilmayotidi. Hazır rasyonel o'ylashmayotidi. Shu mush ishni qanday hal qilaman debla shu kunda, shu soatda tushungan bir aql bilan harakatga kiryotidi. Undaq bo'lgandan keyin biraz qiyin bo'lyotidi. Shuningga Sharq Turkiston tashkilotlarima bo'libmi Dünya Uyg'ur qurultayimi o'ziga bir birlashma shtab tashkilotini qurish lozim. Ya'ni mingni qurish lozim. Bu ming abaqman degan o qaylamqonchilik bilan mingayotgan, jarayon qilayotgan ahvollarni tahlil qilib, analiz qilib, xulosa chiqarib, ondan keyin bu başlıqlarga bir yol ko'rsatish uchun ba'zi tavsiyani berish yo'li bilan belki abaqa degan bu Amerika Xitoyninki bu soğuk urush deyli, ikkinchi soğuk urush deb hozircha ism qo'yib turayli. Shu soğuk urushga qarta ondan keyin qutalaydi deb o'ylayman. Xo'sh. Rahmet sizge hürmetli doktor Erkin Ekrem efendim. Sizin bu deginizçi boygan çağda kişilik hukuk ve demokratiyaga asasen tüzülgen Uygur dava stratejisi yeniden bir şekilde Uygur teşkilatlarının birleşmesi de bir qaytın tüzüp çıkılış gerek dep düşünsek buldu. Şundaq mı? Şundaq hamda. O acizlidi. Ama o yo'qolib ketmaydi. Ama esas siyasi iqlimga bizma aralashishga mecbur hamdi. Xo'sh. Şimdi, rahmet. Hoş, hürmetlik Elşat Esen efendim, siz uzun yıllık bu sahadaki bir tədqiqatçı ve analizci buluşduğunuz bilen İbayt'ın Doktor Erkin Ekrem efendim bu noktaların stratejiyelik cihetdeki terpini yoğurtup edi. Sizden de bir analizci ve tədqiqatçı buluşduğunuz bilen bununla yuqurdu mu özünüzün gipini dep ötkentiniz toplamda toqaş oğurlaş lazım dep. Uyg'urlar buni qanday şekilde toqash o'g'irlayalaydi mushu ahvollarda. Masalan, har xil yans ko'z qarashlar chiqyapti. Bularning ba'zilari Sharq Turkiston xalqi Amerikaning 51-shtat bo'lishini xohlaydi degandek bir chaqiriqlar chiqishga boshladi.
Shuningga o'xshaydigan har xil yangi ko'z qarashlar chiqayotgan mushunday ahvol ostida sizningki analizingiz qandaq bu haqda? Ko'zitishingiz qandaq? Endi udul degan vaqtida qisqartib bu Zhang Yusha, Xi Jinping'ninki ag'dirilishi, nimada Zhang Yusha, Liu Junli degandek bu dedim, xuddi Mao Zedong Limbiyoni ag'dirgandek bir cho'ng bir voqea Xitoyga ta'sir bo'ladi. Chunki Limbiyonning yo'qishi bilan madaniyat inqilobi degan bu bo'ron shu Limbiyonning yo'qolishi bilan so'zlashib mangdi. Oxirisi 76'da Mao Zedongning o'limi bilan asosan tamomlanib tugadi. Ammo 71'deki Limbiyonning yo'qolishi amaliyotda madaniyat inqilobining asosiy jihatdan oyoqlashishi desa bo'ladi. Boshlanishi oyog'iniki. Shuningga o'xshash bu ikki harbiy amaldorni bo'libmi Zhang Yushaninki nemisimi Xitoyga shuningdek bir ta'sir bo'ladi. Buningga ergishib balkim bir xil ehtimol o'shanga o'xshash qarab menishi mumkin. Yana madaniyat inqilobi mening esimni yana ozroq bor. Akramning qanchalik uqmayman. Men uni xeyli yaxshi bilardim. Qo'limizda mavjudning uzundilari deb kundi shuni o'rganatdik. Xitoycha maktabga borsam daftarning birinchi betidan shu Mao Zedongning so'zlari esimden chiqmaydi. Uyg'urcha o'qigan vaqtimda Gomindangning vaqtida ata-ona xor bo'lgan, bir parcha nonga zor bo'lgan, Gongsandang yetib kelib degan shunday bir nimalarni yozilgandi. Shu davriga qarab menish ehtimoli cho'ng hamda savdo ta'minotlar asliga kelib, hamma nima normalashib agar urushmangsa. Buningda Sharq Turkistonga bo'lgan ta'siri nihoyatda qiyin bir xil ahvol Uyg'urlarga. O Uyg'ur milliy qirg'inchiligi yana texmi davomlashib cho'ng qurilish mangdi deb qarayman. Chunki diktator bunda bo'lgan vaqtida ash tarafiga qarab menish ehtimoli bakarak cho'ng. Hamda Uyg'ur holatiga, Uyg'ur erkinlik bu kurash qurultay boshliq Uyg'ur tashkilotlariga kelgan vaqtida Akram meningcha asosan yakunlab bo'ldi. Hamda taktika jihatda to'polondan qanday to'g'ach o'g'irlaymiz, bizmi o'g'irlaymiz? Bu bir tabiiy fursat. Buzilgan davr, fursatning davrisi. Ben burunqi idoramdan 10-oyda chiqib ketdim. Shu chiqib ketishning oldida bizga bir haftalik bir ta'lim tarbiya bergan. Shu vaqtida muallim bir harbiy amaldor bo'lgan adashga, shu adash kelib dars o'tib oxirgi kuni dedi. Hozir yangi bir davr boshlanyapti. Hamma ish yengilnyapti. Shu odam deganti. Ba'zinglar xizmatdan ayrilib kelishinglar mumkin, bu yerdan ayrilib mengishinglar mumkin, ammo hargiz umidsiz bo'lmanglar. Buzilgan davr eng jiq fursatning davri. Fursat buzilgan vaqtida bakarak keladi dedi. Shuningga o'xshash garchi kishilik huquq, bu demokratiya degan shiorlar bag'an siri tushib qolgan bilan buni ko'tardiganlar texmi jiqib mangdi. Yana balkim Yevropa birinchisi, biz asos qurultayninki hamdi jiqaraq Yevropaga yuzlanish lozim. Ammo lekin manda bir yerimi bor. Burun hamdi qatnashganda ba'zi davlatlarninki bir narsalarga pozitsiya bildirishga to'g'ri kelgan vaqtida Amerika nima deydi oldi bilan ular. Amerika nima deydi deydi. Amerika nima deydi degandan keyin manda davatidi desak, shu zaman ularni shunga agishidi. Hamda hozir Amerika nima deydi desa, biz bilmaymiz. Amerikaning nima deydiganligini. Kompa efendim akşamız uxlanmasa Twitter'ni birini yazdı, ertesi bilimiz hem nima deganini. O'zgarib mangdi. Shuningga hamda bu yerda mujmallik va xunuklik va ammo lekin Akram degandek Amerikani tashlab etmaydi Uyg'urlarni. Bu bir.
Amerika bilan Xitoyninki bu strategiyalik raqobat cho'qim oxirsida birsini yengib mangdi. Şunu ola ayaqlışıdı. Abay Akram Gwanz'ninkin dedi. G'arbninkida masalan Sisudus degan Grekninki tarixchisini yozgan Peloponnesiya War deydi. Buningda Afina bilan Spartak ikkisi. Afina Kona Grek dunyosidagi eng kuchli davlat, shahar davlat. Spartak yengidan yetilib chiqqan. Bu ikkisi yetilib chiqqani taqdir ikkisini o'rima deb urishidi. Ammo Grekninkida nayti afsus Spartak anima Afina uturib etdi. Demokratiya diktatorlaraq tarafga uturib etdi. Bu muqarrar hamdi. Shuningga Amerikaning yana bir strategiya tarixchisi yozgan kitobi bor. Xitoy bilan to'qinish Thucydides trap deydi. Ya'ni bu qutulg'ini bo'lamdi deb. Menimcha qutulg'ini bo'lmaydi. Ya Amerika yengidi, ya Xitoy yengidi. Ammo hozirgi vaziyatga qaraganda Amerika yengish ehtimoli nihoyat cho'ng. Chunki Xitoyda Xi Jinpingninki diktator bo'lishi Amerika uchun bir omad, bir fursat. Shuningga Trump efendimning ba'zi siyosatlari qarashda qalaymaqanday ko'ringan bilan masalan mayli Venezuelada ipagan Maduro'ni tutib kelishi bu Xitoyga ajallik. Eronninki atom tadqiqot yarasligini parqlab etishi bu ajallik Xitoy uchun. O'rta Sharqda Hamas qolganlarni hammani Isroiliya orqali yig'ishtirib yo'q etishi bu Xitoy uchun ajallik. Tayvanga mujmal bo'lgan bilan to'xtamay yuqori qora texnikadagi qurollarni setib beryapti. Yaqinda yana bir satdi. Bu Xitoyni tichangishdi. Shuning uchun yana umid bilan qarash deb o'ylayman. Bu shaxsiy hissiyat bilan Akram mutaxassisning ko'z qarashi bilan dedi. Men hissiyat bilan deyman. Chunki bu yerda azroq hissiyatim bo'lmaydi deb qarayman. Umid bilan bo'lishimiz. Shuning uchun bizga yaxshi taraf keldi degan mushu umid bilan O'tkir efendimning ko'zim kaynimda qalami degan she'r suvatdi. Aniq o'zini qobligini keltiramisanmi? Ko'zim o'chib ketmasin deyman-ku. Mening oxirgicha bo'lsa, bir ko'zimni xotirjam yumib Uyg'ur dedi deb ketsam deyman. Shuningga shu umid. Rahmat. Rahmat, hurmatli Elshad Hasan efendim. Hammamizningki har qanday vatanparvar Uyg'urning orzusi shu. Uyg'ur millatim ozodlikqa chiqsa, shuni ko'rsam deydigan. Inshaalloh Allohga bu orzu armonlarimizga yetkazgusi va buning uchun bo'lgan tirishchiliklarimizni hammamizga muvaffaqiyatli bo'lishiga tilakdoshman. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi suhbat programmamiz mishagich bo'lsin. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkicha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Sizlarning qo'llashinglar, sizlarningki bizni destaklashinglar, mushunga o'xshash qimmatli suhbat programmamizni ishlashimiz uchun texmo yaxshi turtki bo'ladi, kuch bo'ladi. Ko'z qarashinglarni bizni aymag'aysizlar. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkicha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.